Assalomu alaykum. Beruniy beton quyish xizmati obunachilari. Beruniydagi yana bir ishimizni bitirdik. Bu Mirobod 2/5 degan ko'cha ekan. Bilmaganlar uchun. Bu yerda 350 kvadrat stoyashka qo'ydik. 26 metr solma. Mana solmamiz. Bu yerdan boshlanadi. Solma. Mana solmamiz 60 sm balandlikda bo'ldi. Tiyini quydirmadi o'zi egasi. Bu yerga ketgan xarajat, pul xarajati 34 million so'm bo'ldi. Mana bu yerdan boshlandi quyilib. Pul oqsida ichinde. Setka mana bu yerdan boshlab, solmadan boshlab ustolbog'acha tashaldi. Bu yerga ketgan sement 300 xalta bo'ldi. Taş, shibintash. Budkamin almadık. Budkamin kerakmidi. Shibintash 3 kamaz 1 zil ketdi. 4 kamaz chaga ketdi. Chaganing bari betonga ketmadi. Tiylarini tegizlikka ketdi. Mana hozir aniqlarida ana shu yerlardan chiqib quyildi mana. Mana bu yog'i. Mana bu yog'i. Bordiyorga tash o'rdirgan ekan. Tash ajoyib bo'ladi ekan. Mana shu yerdan mana chelak turgan yerdan tiyinda kalados bor ulkan. Buyog'i bu ana eshikkacha bo'ldi. Mana stolbog'acha setka qo'yildi. 20 ming so'mlik setkadan olib qo'ydi. Ada setkadan. Yana bir marta aytaman, 350 kvadrat stoyashka bo'ldi. 26 metr solma bo'ldi. 34 million so'm pul ketdi. 3 kamaz 1 zil shibintash ketdi. 4 kamaz chaga ketdi. Mana solmasi. Endi bundan keyingi yerga ketamiz.